Assalomu alaykum YouTube'dagi Andijon kabutarlari klubi obunachilari. Bah 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 bah. Bu bizi uchma qushlarimiz, uchirgani bahayotgan qushlarimiz. Bah bah bah. Hechcha. Tabii где-то 50 tachami 60 tacha bor. Faqat uchirgani rabochiylar desang ham bo'laveradi. Bah 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 bah. Bah 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 bah. Degani bahayotgan qushlarimiz bu qator ko'rsatamiz. Доброе утро, уважаемые голубеводы. Вот наши андиджанцы. Держим для лета. Сейчас покажу. Ба, ба, ба. Количество где-то штук 60-50 штук. Где-то. Для лета держу. Погода у нас чуть туманный, поэтому сейчас как они летят, не знаю, но гонять будем сейчас. Ба, ба. Ichkarida bolalar ham bor. Mana shu onovi qoradim keppa oldi mana. Mana shu onov. Nasa chubi deydimi? Maymanay. Qoradim keppa oldi. Faqat bu jonivor ovqat yeydigan. Bah, bah, bah. Mana, ona. Вот это чернохвостой бакинец есть у нас на сачулу. Это чужак. Каждое утро у нас будет это голубь. Mana shu qoradim, mana shu kaptar uchar ekan, lekin o'ynab uchar ekan, keladi, oyoqlari ham baland ekan. Keladi, donni yeydi, keyin ketadi. Ata temay qo'yaveramiz. Endi bu ham birovni kaptari. Buni ushlab masalan javobgarlikka qolmaydi, oxiratga qoladi-da, masalan. Endi yot kaptar bu kimnidir kaptarida bu ham. Yaxshi ko'rib baqqan kaptari. Siz ushlab olsangiz bo'yningizga qolib ketadi oxiratda. Shuning uchun endi birovni kaptarini ushlagan haligi tushuncha bor-ku, ko'proq uchmachilarda bo'ladi u tushuncha. Ushlab olib, ushlashga baqadigan petla chiqarib, qopqon chiqarib baqadi. Endi u noto'g'ri narsa, meni fikrim. Shaxsiy fikrim, sababi uyingizga masalan sizni tavug'ingiz yo'q, qo'yingiz birovni uyiga kirib qolsa, masalan ushlab olsa qo'shningiz. Bermasa qanaqa achchig'i chiqadi. Xuddi shunaqada bu ham. Ham baqaman deb havas qilib bilan baqayapsiz-da shu kaptar. Lekin chiroyli kaptar ekan bu qoradim. Mana, mana. Mana. Aypalari ham chiroyli ekan jonivor. Bah. Bitta aralashib ketgan. İmkon yo'q. Alohida qilib juplagan. Ko'proq qoralar, sochiruv kaptarlar ko'proq bu yerda. Mana. Shilla novotlar ham bor. Uchma. Hozir bir qator haydaymiz. Chidam beraylik. Qonni och bo'ladi. Bollari bor.
ichkarida ham bor. Endi 60 ta 50 ta chiqmasa ham yerda 40 tani atrofida 40 tadan ko'p bor. Hozir bir qator haydashga harakat qilamiz. Tumanlik uchun ichi anaqa bo'lyapti. Ikkita to'pga ajrab. Xudo xolasa, yaxshi uchayotganini bir video qilib ko'rsataman. Yaxshi uchadi ular. Şuna bakalım. Oya üçerler şuna bakalım. Oynasını görüyorsun ha. Şuna vakti gösterten lazım oynayırken. Ulas. O oynayapti. Oyuncular ko'p. Ulas. Uçmalar shu. Salomat olasizlar.